sredniy qilyapman, чтобы ering ham davringlar bo'lmaslik. Go'shtni men hozir endi o'sha 700 grammni muddalab, 1 kilo muddalab yoqib, chunki qozoningda chamani bilmadim. Piyoz qizargandan keyingina go'sht solasiz. Aylanasizlar. Bunlarimni yaxshilanib qilyapman. O'zi aslida choyxonada bundan ham qizil qiladi piyozni. Ha. Men sal yengilroq qildim, чтобы sizlar qiynalmasliginglar uchun. Ana. Go'sht, chesnok. Nima qilsa bunaqasi bor-ku, avyukasi. O'zi aslida qanaqa kutini olib solishimiz kerak, lekin bilib bo'lmaydi. Turk achchig'i chiqsa bolalar yeyolmaydi. Shu sabab shundoq solaverasiz. Mana endi tuz solamiz, tuz. Sen bu yoqda dindorlikdamiz, Napos tomonda, Olmazor sitidamiz. Shu yerda.